Assalomu alaykum do'stlar, navbatdagi mashinamiz Genesis G70 3.3 turbo. Kalitlari shunaqa tarzda. Juda ham chiroyli mashina ekan. Saloni shu tarzda. Bismillah. Bilsanglar bu mashinalar Koreyada o'sha Koreyan avtobanlarida, koreys tilida Kosoktorada politsiyskiy mashinalar bo'ladi bular. Yoshirin tarzda ishlaydi. Migalkasi bo'ladi. Rangi ham shunga o'xshagan. O'sha avtobanda yoki Kosoktorda tez yuradigan mashinalar orqasidan quvvatda bu mashinalar. Probegi 40.299 kilometr. Koreyada narxi hozir aytaman. Koreyada narxi 26.500.000 won. 2020-yil 5-oy mashina. Dollarda ko'rsatib qo'yaman. Hadi. Bismillah. 카드를 넣어주세요. Обдув, подогрев, полный пакет, люк. Вот ishlayapsizlar. Orqamga o'tirdim. Old tomondan ko'rinishi. Salonga juda yaxshi ishlov berishgan. Chiroyli mashina. Oq tomondan ko'rinishi shunaqa G70. 3 turbo motor. Orqasida ham shunaqa Genesis turgan ekan.